الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar, Sayyidil ayyam, hajjil masol. Shunday bir fazilatlik, sizni biz mo'min musulmonlarni bayramimiz bo'lgan shunday bir ulug' kunda, ya'ni juma kunida uzoq yaqindan masjidga qadam ranjida qilib har bir qadam qo'yayotganda Alloh taoloni roziligi deb qo'ygan qadamlaringizga Alloh ajr azimlar berib, bilib bilmay qilgan gunohlaringizga Alloh kaforat aylasin. Allohim o'ziga beadad shukr, o'ziga hamd va sano. Shunday bir ibodat qiladigan kuni ibodat qiladiganlar qatorida qilganiga, juma namozi o'qiydiganlar qatorida qilib, namozdek ulug' bir ne'matni, hidoyatni dilimizga solib, namozxonlardan qilgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Ozroq vaqtdan foydalanib, hozirgi paytida sizni biz mo'min musulmonlarni iymon e'tiqodga qadam qo'yib kelayotgan bir paytlarimiz, ko'pchilik din islomni qonun qoidalarini yaxshi bilmaydi. Aralashib ketib qolgan g'ayri dinlarni dini bilan ba'zi bir xil bizni dinlarimizni ham ishlari, har xil bid'atlar, har xil ishlar, Allohga ishonaman deb Alloh qaytargan narsalarni qilib yurganlar bor. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ummatiman deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytargan ishlarni qilib yurganlarimiz bor. Umuman dindan deb o'sha din qarshi bo'lgan ishlarni qilib yurganlarimiz juda ko'p. Chunki bular bilmaydilar. Bularga kam yetkazilgan, tushuntirish kam bo'lgan. Boshimizda ko'p qaytarib etamiz. Dinsizlik hukm surdi. Odamlar din ilmlaridan bexabar, bebahra qoldi. Mana endi hozir shu kengchilik bo'lib hamma joyda kitoblar chiqyapti, kuchli, to'g'ri kitoblar, lekin maloyanisi bor, dinimizda yo'q bo'lgan qonun qoidalarga ichi to'lgan har xil oldi qochdi kitoblar ham chiqyapti. Bu bizni xalqimizni ongini din diyonatdan boshqa yo'lga boshlab yuboryapti. Hozirgi kunda pol, sehr kitoblari ham ko'payib ketdi. Sehr, irim kunlarni ajratish, bu yaxshi kun, bu shum kun, bu bunaqa kun, bu naqs soat, bu yaxshi soat. Bu yo'q bizning dinimizda. Shuni yaxshilab bilib oling, islom dinida bu narsalar harom. Odam ba'zida irim qilishliklar, amal, bir-biriga ziyon yetkazishliklar, keti nima bo'lakin demasdan har xil amaliyotlarni qilib qo'yish, jin, arvoh chaqirish, pol oshtirish, polga ishonib ketishlik, sehr qildirish, yo o'zi shu ish bilan shug'ullanish, bular hammasini mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday kitobda aytib, hadis muboraklarda tushuntirgan bo'lsalar sizga yetkazaman. Siz ham yetkazing. Siz ham musulmonlarni bu botil e'tiqodlardan qaytaring. Bizde islom dinimiz pok din. Haqiqiy har bir oyat, hadislar ilmga, haqiqatga da'vat etadi, insoniyatni faqat foyda, to'g'ri tomonga chaqiradi. Ana endi isnodlari sahih bo'lgan hadislardan sizlarga mana shu sehr nima,
gapirib o'taman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlar: "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ash-shirku billah was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu al-mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahfi va qazbul muhsanatil g'afilatil mu'minat. İnsonni boshiga halokatlikni, baloni keltiradigan, diningizdan ham ajratib yuboradigan, dinsiz qilib qo'yadigan, dinga zarar yetkazadigan va insonni o'zini boshiga balo kulfatlarni keltiradigan 7 ta narsadan saqlaning, dedilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Sahobalar aytdilar: "U 7 ta narsa nima yo Rasululloh, bizga tushuntirib bering." Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Birinchisi ash-shirku billah, Allohga shirk keltirmoqlik. Allohimga shukr, biz butlarga sig'inmaymiz. Biz o'tlarga, quyoshlarga sig'inmaymiz. Bizda 2 ta narsa bor. U ham shirkka olib boradi, saqlanish kerak. Arvohlarga sig'inib olish. O'tgan avliyo valilardan madad so'rashlik. Yoki qilayotgan ishlarimizni xo'ja ko'rsinga, Alloh bilsinga emas, odamlar bilsinga. Odamlarni Allohga sherik qilib qo'yamiz. Ana shu 2 ta narsa bilmay qolib qilib qo'yamiz. Alloh o'zi saqlasin, bu ham shirk. Eng katta gunoh shirk. Yaratgan Allohim o'zi yaratsa, yo'qdan bor qilsa, o'zi rizq bersa, jon bersa, qarab tursa-da, falonchini haqqi hurmatidan, falonchi otamni hurmatidan desangiz, bo'lmaydi-da. Sizga Alloh nima deyapti? Men jon tomiringdan yaqinman, bandan senga bo'yningdagi jon tomiringdan ham yaqinman deb qo'ygan bo'lsa, nima qilamiz uzoqlarni qo'shib o'rtaga? Allohni o'zidan so'rashimiz kerak. Ikkinchisini sehr dedilar. Buni hali yana ko'p gap keladi sehr to'g'risida. Sehr bu insonga zarar yetkazish. Bir Harut bilan Marut degan farishta bir payt tushgan. Bular ozgina shu sehr ilmini o'rgatib qo'ygan shu Bani Isroildagilarga, Bobildagilarga. Ya'ni eri xotinni o'rtasini buzib qo'yishni, sovuqchilik tushirib qo'yishni, odamga bir kasallik, o'shalar iymoningdan kessang o'rgataman degan bo'lmasam, to'g'risini aytgan. Bu narsa fitna. Iymoningdan kessang o'rgataman. Shular iymonidan kechib o'rganganlar bor. Endi mana shu narsa bilan kimki shug'ullansa, birovga zarar yetkazsa iymonsiz bo'ladi. Ash-shirku billah qandoq bo'lsa, sehrga amal yozish, birovga ichirish, yomonlik niyatlarini qilish va shunga ishonish hammasi katta gunohlardan, insoniyatni bir halokatga, baloga keltiradigan narsalardan. Uchinchisi odam o'ldirish. Alloh harom qilgan odam o'ldirmoqni. Odam o'ldirish illa bil haq. Endi jihad, jang endi bunga kirmaydi. Dushmaningiz sizga otadi, dushmanga u boshqa. Lekin mana shu hayotda bekordan bekor bir insonni o'ldirmoqlik juda katta gunoh. Harom qilingan, kattaligi hamki kechirilmaydigan og'ir gunohlardan. Va aklur ribo, sudxo'rlik. Bu ham bir baloga keltiradi. Va aklur ribo, sudxo'rlik. Bu ham bir baloga keltiradi. Sudxo'rlik
yo'l qo'ymaslik kerak. Bu ham ko'payib qolganday bo'lib qolyapti. Odamlarga nima bo'ldi? Shunday savob bo'ladi deb qarz beraversa bo'ladi-ku. Lekin nimagadir odamlar shunga o'rganib qolib, savobdan ko'ra naqdini olib qo'ya qolaylik deb qolishyapti. Lekin bu bir kuni boshqa balo bo'ladi. Boshqa balo bo'ladi. Unday qilib topilingan narsa bir kuni insonni adoyi tamom qiladi. Va aklul molil yatim, yetimni molini yeyish. Yetimni Allohga shukr, bu yerda o'tirganlar qo'lidan tortib olib yo aldab olib yemaydi. Qalbida zig'ircha iymoni bo'lsa ham uni yetimga rahmi keladi. Ba'zi insonlar bor, yetimnikini yeb qo'ysa yeb qo'yar. Lekin bitta borki, shuni bilmay yeb qo'yamiz. Ko'pchiligimiz. Shu yerda o'tirganlar ham. Oshini borib yeymiz. 40 ga 50 ga kirib bola chaqasini boqib turgan odam to'satdan o'lib qoldi. Shuni borib xudoyisini yeyilyapti. Hazar qiling, katta og'ir bu. Akasi qilib beryaptimi, ukasi qilib beryaptimi, baribir o'shalarning haqqi o'shaning ichida qo'shiladi. Qildirmang, borib yemang, qildirmang. Xotiniga tushuntiring, o'y azob bo'ladi, eringga ham, bizga ham qo'ysangchi bu ishni. Bolalaring katta bo'lganda namoz o'qisin. Hozir namoz o'rgat. 1000 ta odamni chaqirmadi, bolangga namoz o'qittir. Otasini haqqiga duo qilsin. Ana savob shundan bo'ladi. Va tavalli yawma zahfi, jihad jangidan sheriklarini, oshnalarini tashab qochgan dizirtirar. Musulmonlar bilan mabodo kofirlar jang qilayotgan bo'lsa, tapara tupur tashab qochib ketgan. Bu bir. Lekin hayotda mana 5 kishi bir joyga chiqdingiz. 5 kishi bir joyga chiqdingizda 5 kishiga hujum qilib qoldi boshqalar. Shuni gumillatib qochib qolgan ham xuddi shuni o'zi bo'ladi. Sheriklarini tashab qochib ketgan ham. Mana shunday katta gunohkori azimni biri bo'ladi. Va qazful muhsanatil g'ofilat. Mo'mina ayollarga, namoz o'qiydigan ayollarga, bir odamni halol xotiniga, ko'chaga chiqmaydigan ayolga tuhmat qilishlik, buzuq deyishlik, gumonda bo'lishlik ham eng katta og'ir gunohlardan biri. Birodarlar, bu narsa ham ko'p odat bo'lib qolgan ko'pchiligimizda. Tiliga erk yo'q, vijdonsiz, insofsiz, birovni ayolini yo birovni qizini, birovni kelinini falon pismadon deb gapiraveradi. Agar isbotlab ber desangiz, isbotlab bera olmaydi, ana unga had urishlikka to'g'ri keladi 80 darra. Mana shu bilmay, ko'rmay, ana shu mo'mina, namozxon ayollarga tuhmat qilishliklar shunday bo'ladi. Hozir bir gap tarqalib qoldi. Hijoblik ayollar undoq deydigan gapni chiqazadiganlar ko'payib qoldi. Unday tuhmatdan saqlanishsin, baloga giribtor bo'lishadi. Qalbini pokligidan, iymonligidan kirgan bo'lmasa ham o'ldirib yuborsangiz ham kirmaydi hijobga. Pichoqni ko'rsatib kirmaydiganicha, pichoqni ko'rsatib hijobga kirasanmi desangiz ham kirmaydi, diliga Alloh soladi kiradi. Unaqa tuhmatlarni hijoblik, hurmatlik ayol qizlarimizga qilmoqlikdan tiyilsin. Undan ko'ra o'zlari hijobga kirishsin. Mana shu 7 ta narsa bir baloga, halokatga keltiradigan narsalar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytibdilarki, "Laysa minna man tatayyara aw tutiyyara lah
aw takahhana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Bizdan emas deyaptilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Mani ummatim emas, mani mo'min musulmon ummatim emas. Kimki irimga ishonsa, tafayyar deb arablarda bir jahiliyat paytida bir odati bor ekan. Bir safarga ketayotganda qush uchirar ekan. Qush qayoqqa uchsa o'sha yoqqa bor, bu yerga borma baloga qolasan, qush uchgan tomonga bor derkan. Shunga o'xshagan bizda ham bor, hali g'ayri dinlardan ham kirib kelgan qora mushuk o'tib ketdi. Qora mushuk o'tgandan keyin endi yurmagin, tutib degan, bir narsa degan, ana shunda qangi narsalar qilgan va qildirgan. Sehr pol ochgan, pol ochtirtirgan. Pol ochish har turlik. Pol ochishni yo'llari juda ko'p. Qarta bilan ocharkan, qahvani qunida ocharkan, qo'lni chizig'iga qarab ocharkan, har xil ishlari bor. Bular g'irt yolg'onchi, mabodo valdiridan bitta gapi to'g'ri kelib qolsa, bunga ishonadi. Bular xuddi shu ko'z bo'yamachilarning o'zi. Bularni hali nima bilan tugashligini yanaga keladigan hadislarda hali gapirib o'tamiz. Ana shunday kohinga, polbinga yu borganni pol ochtirgan ham meni ummatim emas. Sehr qilgan ham, sehr qildirtirgan ham. Birodarlar, bu eski qolib kelgan ishlarda benamoz odamlarga ta'sir qilib qoladi ba'zida. Namoz o'qimaydi, halol pok yurmaydi. Sehr jinlarning ishi. Jinlarni sehrgarlari bo'ladi. Oxiri jinni bo'lib tugaydi ularning ishi ham. Oxiri jinni bo'ladi o'shalar ham. Uncha-muncha gaplarni gapirib turadi ularga. Uncha-muncha narsalarda yordam berib turadi. Ikkita yoshni qo'shila olmay qolishi, mana shunaqa ishlarini qilgan odam namoz ham o'qishi mumkin. U Muhammad Rasulullohning ummati emas ekan payg'ambarimiz. Demak, musulmon emas deyilyapti. Va shuni qildirgan ham shundoq. Endi bizga Xudo namozni ne'mat qilib bergan. Namozni hech qanaqa namozxonni sehr ham olmaydi, hech balo olmaydi. Bu namoz shundoq ne'mat. Pokiza tahoratda yurgan odam hech narsa bo'lmaydi. Va man ata kahinan, kimki polbinga borib deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Polbinni gapi to'g'ri desa, Muhammad alayhissalomga deyaptilar, o'zlarini aytibdilar, tushgan Qur'onga kofir bo'libdi, inkor qildi Qur'onni. Kimki polbinni gapini rost degan bo'lsa, Qur'onga inkor qildi. Qur'onni, Allohning so'zini yo'qqa chiqardi. Polbin ertaga o'lasan desa, ertaga o'lakanman desa, bo'ldi, Qur'onga kofir bo'ldi. Hech kim birovni o'lishini aytib bera olmaydi. 5 yildan keyin podsho bo'lasan desa, 5 yildan keyin podsho bo'lakanman deb yuradi. 1 yil yashaydimi, 2 yil yashaydimi, uni Alloh biladi. Umuman nima kerak bu narsani bilishni? Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam davom etyaptilar yana. Salasun man lam yakun fihi wahidatun minhunna fa innalloha yaghfiru lahu ma siwa zalika liman yasha. Man mata lam yushrik billah shay'an wa lam yakun sahiran yatba'u as-saharata wa lam yahqid ala akhihi. Uchta narsadan tiyilib boshqa gunohlarni qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu 3 ta narsani qilmagan bo'lsa,
boshqa gunohlarni qilgan bo'lsa, tavba qilsa, o'lsa shu bilan Alloh xohlasa kechirib yuboradi. Shu ishta narsani qilmaganligi uchun qolgan gunohlarini Alloh kechirib yuboradi. Xohlagan bandasini. Agar shu 3 ta narsaga giribtor bo'lmagan bo'lsa deyapti. U 3 ta narsa nima ekan? Biri Allohga shirk keltirmagan bo'lsa, Alloh o'zi yakka yagona deb shunga ishonib yurgan bo'lsa, hech qachon sehrgarga bormagan va sehr qilmagan ham, sehrgarga bormagan ham, ishonmagan ham bo'lsa va do'stiga dushman, adovatlik qalbida hasad saqlamagan bo'lsa, shun bilan o'lib ketsa, shu 3 ta narsani qilmasdan qolgan gunohini Alloh xohlasa hammasini kechirib olar ekan. Buni yomonligini ko'rdingizmi? Shirkni, sehrni, sehrga ishonishni, shunga olib borishlikni hamda bir odamga dushman bo'lib, adovat qilib, hasad qilib, yomon bo'lib yurishni. Bor oramizda namozxonlar namoz o'qiydi, roza tutadi, ammo odamlarga juda qalbi nopok inson o'shani. Yomon ko'rib yuradi. Hasadi qaynab yuradi. Bitta og'aynisi bir mashina olib qolsa, bir oy uyqusi kelmaydi. Bitta og'aynisiga Xudo bir fazilatli ish berib qo'ysa, yonib ketadi. Dilini tozala, nopok. Haqiqiy musulmon bo'l. Mo'min bo'l. Bu hamma joyda ishlaydi. Ilm egalarining ham ichida, olim bo'lib ketganlarining ham ichida bor. Bu yomon narsa. Adovat, ko'rolmaslik. Bu bo'lib ketdi, men bo'lmaymanmi deyishlik. Hamma qilgan ishini bil. Qarang, shu 3 ta narsani qilmasa, tavba qilsin, qilmasin Xudo kechirib yuborar ekan, shu 3 ta narsani qilmaganligining sababidan. Buni mana bu narsalarni dahshatli gunoh, kechirilmaydigan gunoh ekanligi kelib chiqyapti. Ikkitasi masala talashadi. Talashayotgan masalasi mustahab. Qilsa savob, qilmasa gunoh emas. Lekin bu talashuv ichida katta dushmanlik yotibdi. Bir paytlari bundan oldin bir ish qilib qo'ygan. Shuni ko'ra olmasdan arzimagan masala bilan uni yanchimoqchi bo'lishadi. Ana bunday buni zamirida shunaqa qiluvlarni qilib yuradiganlarimiz bor. Qo'ying, hammamiz g'animatmiz. 3-4 kun dunyoda yashab ketamiz. Nima kerak bu narsalarni? Tinch, totuv, iymon, e'tiqodimizda halol pok bo'lib yashasak bo'lmaydimi? Davom etyaptilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam davomga hadisda aytadilarki, "Man ata kahinan fasa'alahu an shay'in hujibat anhu tawbatu 40 layla fa in saddaqahu bima qala kafara." Kimki polbinga kelsa, palashtirsa, ochtirdi-yu ishonmadi. Keldi, ochtirdi-yu ishonmadi. Ochtirib ishonmagan bo'lsa, 40 kungacha tavbasi qabul bo'lmaydi. Borganligi uchun 40 kun tavbasini qabul qilmaydi Alloh. Agar ishonib tasdiqlasa, kofir dedilar. Tuppa-tuzuk odamlarni aytamiz. Oxiri bordi, qoraka palashtirishga bordik. Bo'lmadi, to'g'ri aytib berdi deydi. 40 yillik namozingni nima qilding? 50 yillik namozingni nima qilding? O'sha eshaging yo'qolib ketmaydimi? O'sha eshagimni topaman deb 40 yillik ibodatni polbinga borib yuvorsan-ku. Yo moli yo'qoldi, yo eshagi yo'qoldi, yo oti yo'qoldi, yo mashina yo'qoldi. Boradi-da, ey Allohdan so'ra, Alloh nasib etsa beradi. Lekin boradi. Ha, aytdi. Bir saruroqdan kelgan, yo bir qoraroqdan kelgan, yo bir bug'doydan, shunaqa inson bordi.
yo bir nochara u yo'qotgan odamni ko'zigacha o'sha ko'rinaveradi o'shanaqa. Ha, o'sha aytgan jingalay soch, jingalay bo'lmasa ham jingalay ko'rinib ketadi chochi. Ha, bu 40 kun bekor ishonmadim deganiga 40 kunning ichida o'lib qolmasan, 40 kungacha tavbasi qabul bo'lmaydi. Ishonib tasdiq qilgan umuman kofir deyilibdi. Qarang. Tavba qilib iymonga qaytish kerak, yig'lab, zorlanib. Yana hadis birodarlar. Men osmondan olib gapirayotganim yo'q. Men yetkazibman, amal qiling. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Lan yanalad darajatil ula man takahhana aw istaqsama." Ya'ni hech qachon maqsadiga yetmaydi. O'ylagan orzusiga yetmaydi. Ulug'likka yetmaydi, pol ochtirib yurgan odam. Mana. Ba'zilarni omadi yurishmasa ham polbinga boradi, aytibor ishim yurisharmikin deb. Ikki dunyo maqsadiga yetmaydi debdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, pol ochtirib yurgan odam kelayotgan omadini yo'q qiladi. Xudo bir baxt, fazilat berayotgan bo'lsa, yo'q qiladi shuni. Nuqul pol ochtirib yurganlarni bilamiz, 1-2 bo'lmayotganini. Haqiqatda. Ish yurishmaydi. Ikkinchisi mozorlarga atab qo'y so'yib yurgan odamni ham. Ish yurishmaydi. Namoz o'qisangchi, borib dedim. Sultonimga borib qo'ylarni so'yib o'shatdan tilab keldim deydi. Barakalloh. Yoki borib Bahovodinda so'yib o'shatda tilab keldim deydi. Qumarg'da ham tilavering. Alloh taolo egam o'zi ku beradigan u bor qiladigan. Allah rahmat etsin o'tgan ulug' valiyullohlar, ular ibodati bilan, halol pokligi bilan yetishgan darajaga siz borib ul zotlarni ruhini hijolat qilib Xudoga sherik qilmang. Odam ibodat qiladi Xudoga sherik bo'lish uchunmi? Do'zaxidan panoh tilab jannatiga kirish uchun. Odamlarga bir tirik paytida bir ma'noli so'z yetkazish uchun kitob o'qiydi, o'zini namuna qilib ko'rsatadiki, odamlar mana shu yo'ldan yursin deb. U xudolikni da'vosini qilgan bo'lib qolmaydimi? Men o'shalarga sherik bo'laman, men baloni qaytaraman, men buni beraman, men uni beraman deb va'da qilinsa. Ana o'sha mozorlarga atab qo'y so'yishgan va pol ochtirgan hech qachon maqsad ulug' darajalariga yetishmaskan. Xudo baxt saodatini bermaskan. Yana bunda ham deb qo'yadi. Ana din dedinglar, men bordim palon mozorga, 7 marta borib qo'y so'ydim, ishtimi bo'lmadi-yu deydi. Ana dinni o'zi qarshi bunga. Bu shuni dindan deb bilib borib yuradi. Bizning maqsadimiz shularni yetkazishimiz, tushuntirishimiz, gapirishimiz kerak. Faqat men bu yerda mana baraka topsin, mana magnitofonlarga yozib yetkazishyapti. Bunaqa olib yetkazishyapti. Bitta 300-400 odam bilan ish bitmaydi. Buni butun xalqimiz yetkazib, tushuntirib, bildirib to'g'ri yo'lga boshlashimiz kerak. O'shalar ham birodarlarimiz, o'shalar ham og'aynilarimiz, aka-ukalarimiz, shular ham bilmay qovat, yaxshimikin deb qovat. Shulardan qaytarsak juda katta savob ish qilgan bo'lamiz. Qaytaruvni ham biling. Kaltayni qo'lga olib yurmang, qaytaraman deb. Shirin so'zlar bilan, ilmli qilib, ma'noli qilib tushuntiring.
Yana sarvari olam aytgan ekanlar: "Man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Rom ochadigan odamlar ham bo'ladi. Rom ochib qo'ying, bir ko'rib qo'ying, bir pol ochib qo'ying degan odam kelib, "Oho, to'g'ri ochdi-ya, to'g'ri ko'rsatdi" desa, 40 kun namozi qabul bo'lmas ekan. 40 kun namoz qabul bo'lmaydi. Birodarlar, ana shu narsalarni kitoblari ham chiqib qolyapti-da. Tarqalib ham yuribdi. Shunga ishonib targ'ib ham qo'yibdi. Mana bu hadisga diqqat qilib turing. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yadkhulul jannata mudminul khamr, wala mu'minun bisihr, wala qati'u rahimi." Jannatga kirmaydi. Aroq ichib tavba qilmay o'tib ketgan odam. Mudminul khamr degani o'lguncha ichgan degani. Doim tavba qilmadi. Shu ichib tug'ildim, ichib yashayman, ichib o'laman deganlar bor, shior qilib olgan. Mana shu ichib o'lganlar kirmaydi. Tug'ilganda dadasi beshigiga urishtirib ichganlar bor. Butun umr davomi ichgan bor. Jon beryapti, bitta qo'ysang deb ketganlar ham bor. Shular jannatga kirmaydi. Mudminul khamr deydi. Goh-goh ichib, yig'lab, tavba qilib, Xudo bir paytlari bochkasini ichiga tushib olgan bo'lsa ham, endi chiqib tavba qilganni kechiradi, yani qo'rqmang. Men endi nima bo'lar ekanman, jannatga kira olmas ekanman. Endi bu yog'iga qilmang, kiraverasiz inshaalloh, jannat Allohniki. Bu yerda shu bilan ketganni, tavba qilmay shu bilan ketganni aytilyapti. Ikkinchisi mu'min bi sihrin. Sehrni to'g'ri bu, hol to'g'ri topadi. Rost, mana shu ba'zilar bor, shu urib qoladi ba'zilarga. Boshi og'risa ham, shu menga bir nima ichkizib yubordi-da. Yurak o'ynab qolsa ham kelinim bir nima qilib qo'ydi-da. Uydan qiyshaygan mixni topib qolsa ham ko'tarib keladi. Domla, ha, mana shu uyimdan chiqdi. Xo'p, nima qilib chiqqan bo'lsa, yo mana shu mix chiqdi-da. Nima bo'pti chiqqan bo'lsa, shuni qudam ko'mib ketgan. Mana shunday insonlar bor. Bandadan ko'rishaveradi, shu bilan ajralib ham ketishadi. Alloh, namoz o'qiyapsizmi? Namoz o'qing, shu mixi ham, qili ham, vatani ham hech nimasi ta'sir qilmaydi. Ovora bo'lib qolaveradi. Hammasini Allohim o'zi, Alloh namoz o'qimasa, Alloh demasa o'z holiga qo'yib qo'yadi. Chumolidan ham qo'rqib yuradi. Shuning uchun inson Allohdan ko'rib, birovlardan gumonlanib yurish kerak emas. Bandasiniki-mikin, egasiniki-mikin deydigan ham bor. Bu bandasiniki kuchliroq deydigan gap ham bor. Bandasiniki hech qachon kuchli bo'lmaydi Allohdan. Lekin shunaqa niyat qilgandan keyin o'sha niyatiga yarasha qilib qo'yadi Alloh. O'sha gumonchi oxiri vasvas kasaliga yo'l qilib qoladi. Hammadan gumonlaydi. Hammadan bu oxiri kim o'ladi shu kasal bilan. Bor shunaqalar, hammadan gumonlanib qoladi. Tahorat qilib namoz o'qisa, Alloh desa, hech kimdan gumonlamasa, shu niyatiga yarasha Alloh dilini ham poklab yuboradi. Unaqa ishlar ham bo'lmaydi. Qati'u rahimin. Qarindosh urug'idan aloqani uzgan odam ham jannatga kirmaydi. Shu o'lguncha ketdi. Aka bilan gaplashmay, uka bilan gaplashmay. Endi bizni odamlarimiz hozir nima qilyapti ishni? Aka bilan ukani, ota bilan bolani bir-biriga bir masalalarni deb teskari qilib qo'yishyapti.
Allohning oldida nima deb javob beramiz? Ha? Shu to'g'rimi, shu haqiqatmi endi? Xo'p, namozda bunda turdi nima, raful yadan qildi nima, qilmadi nima? Endi shuni deb aka-uka yo ota-bola bir-biriga qizarishib qolsa, oxirida soqol qo'ymading, sen munofiqsan desa otasiga o'g'il, bu nima degan gap bo'ladi oxiri? Otani yuragi sinadimi, qalbi shikastlanadimi? Xulq, odob kerakmi? Andisha kerakmi? Bir parcha etligidan boqib, katta qilib yemin yedirgan bolasi, "Ada, topganing harom ekan, qo'ygan soqol qo'ymabsan, sen munofiqsan" desa, shunda deganini ko'rdi debdi-da, shu ishmi shu? Bu tarbiyami bu? Bitta indin o'rtamizda ota-bolani, aka-ukani o'rtasida ki odob qolmaydi. Ya xulq turadi birinchi o'rinda, musulmon, mu'min deganda odob kerak. Beodobchilik bilan, tersakilik bilan ish qilib bo'lmaydi. Qarindoshlar bir-biri bilan teskari bo'lib ketishyapti. Nimadan? Amri ma'rufni chiroyli qilmaganlikdan. Allohdan o'rganing, Allohdan o'rganing, qanday amri ma'ruf qildi, Alloh qanday dinni tushuntirdi. Birinchisi tushdi. Masalan, aroq to'g'risida foydasi ham bor, zarari ham bor. Zarari ko'proq. Birinchi tushgan. Qarang. Foydasi ham bor, zarari ham bor. Zarari ko'proq foydasidan ko'ra. 5-6 yil o'tib bo'lib namozga mast holda kelmang. Ichgan bo'lsangiz namozga yaqinlashmang. Yana bir 5-6 yildan keyin bu shayton, aroq shaytonni sizni yo'ldan ozdirtiradigan amallaridan bittasi. Nuqta qo'yildi. Ya'ni shaytonning amallaridan rizn deyilgandan keyin endi bu najosati bo'ldi. Bu uchun necha yil o'tdi? Ana shu amri ma'ruf qilganda birodarlar, bu insonga qarang, qachon Alloh deyishga o'tyapti. Shuni kuchiniga qarab gapiring, iymonini zaif, kuchlik, o'rta holiga qarab gapiring. Hali unda itarib olsangiz yiqilib tushadiganday bo'lib turganda unga yugurishni o'rgatmaydi. Endi oyog'ini chiqazdi. Men bunaqa qilib yugurish kerak, gubur qilmasa yiqilib tushadi-ku. Oyog'ingni mundoq qo'y, undoq qo'y, mundoq qo'y. Tabassum bilan, yaxshi gap bilan. Bittasi keladi qarindoshinikiga. Sani yeganing harom, bola chaqang bilan hammang harom, uyingda namoz yo'qmi? Ichi yotsanlarmi? Salla odam emas, kofirsanlar deydi, ketdi shu bilan. Birodar, kimga yoqadi, ayniqsa bilmagan, tushunmagan bu qoniga faqat shu cho'roni tuzumi o'rnashib qolgan insonga rahmingiz kelsin, unga yaxshi tushuntiring. Nima uni yuragini ezasiz? O qaytdan bilibdi, qaytda o'rganibdi, axir buni ham o'rtaga qo'yish kerak-da, birodarlar. Shartta yer bilan bitta qilib olasizmi? Sekin tushuntiring-da. Mana shu narsalar ham qarindosh urug'larni orasini buzishga, ana undan keyin bordi keldi qilmay, u 50 voh o'qisin namozni, u 100 voh o'qisin, bir-biri bilan gaplashmay yuribdimi, jannatga kirmaydi. Qur'onda ham ko'p gapirilgan bu to'g'risida. Yengil gapirib, to'g'ri gapirib, ittifoq bo'lib, qarindoshlik urug' rishtasini uzmasdan inshaalloh jannatga kirishlikni Alloh nasib etsin hammamizga. Endi bir savol tushdi. Qanchalik joyga ketsa ayol mahram kerak bo'ladi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilar-ki, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi val yawmil akhir an tusafira safaran yakunu salasata ayyamin fasaidan illa wa ma'aha abuha aw akhuha aw zawjuha aw ibnuha aw zu mahramin minha. 3 kunlik yo'l oyoqda
oyoqda 3 kunlik yo'l, piyoda yurganda 3 kunlik yo'lga mumkin emas ayol kishini yolg'iz borishligi. 3 kunlik yo'lga ayol kishi yo otasi bilan, yo akasi bilan, yo eri bilan, yo o'g'li bilan, yo bir mahram, ya'ni tog'a, amakisi, jiyani bilan borsa bo'ladi. 3 kunlik yo'lga o'zini ketishligi yo boshqa nomahram bilan ketishligi harom bo'ladi degan ekanlar. Muhtaram aziz birodarlar. Endi chorshanba kuni buni kengaytirib tushuntirib berdik. Chorshanbadagi sabog'imizda buni bir eshitsin uchun aytib qo'ydik. Yaqinda televizorda Turkiyadan payg'ambarimizning oyoq izlari, tishlari, chakmonlari televizorda ko'rsatildi. Bular turklar Madina 300 yil salkam 300 yil Makka, Madina ham Turkiya qarab turgan. Turkiya sultonlarini qo'l ostida bo'lingan. Shu boshliq bo'lgan paytlarida Istanbulga olib kelishgan sarvari olami ridolarini, asolarini, shularning hammasi Istanbulda saqlanadi. Bu muboraklari hammasi. Endi u ko'rsatgan aslimi yo boshqa kopiyani ko'rsatdimi, u aslini menimcha ko'rsatmasa kerak. Bu yerga gap bor. Lekin borligi Istanbulda bor saqlanadi. Bomdod namozidan keyin sunnat o'qisa bo'ladimi? Bomdod namozidan o'sha bomdodda oldingi sunnatini mabodo o'qiy olmay qolgan bo'lsa, o'qishi, o'qimasligi shundayki, payg'ambarimiz farz bomdoddan farzni o'qib ketasiz, masjiddan chiqasizlar, bir chekada bittasi namoz o'qiyotgan ekanlar. Nima bu namoz o'qiyapti? Bomdoddan keyin namoz o'qib bo'lmaydi-ku debdilar. Keyin bomdodni sunnatini o'qiy olmagan ekan, shunga shuni o'qiyapti deganda indamagan ekanlar. Indamagan ekanlar. As-sukutu alomati rizo degan gap bor. Indamaslik rozilikning alomatidir. Agar shu bomdodni sunnatini o'qimagan bo'lsa, mayli deb indamabdilar-da. Yo uni ham o'qimasin deganlarida unda mumkin emas bo'lardi umuman. O'zi bomdod farzidan keyin namoz o'qilmaydi. Ammo mana shunday sunnatni o'qilmay qolingan bo'lsa, uni o'qib qo'ygani yaxshiroq ekanda, endi indamabdilar-da, ruxsat ekan. Iloji boricha birodarlar uxlab qolmang, endi bandamiz qo'limizdan kelmaydi. Muhtaram birodarlar, qo'qonlik ustalarimizga Alloh umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilsin. Nihoyatda ishlari barakali, fayzli bo'ldi. Bir qavatni bitkazishdi. Endi 3-4 kundan keyin yana kelib ikkinchi qavatni undashadi. Mana bu yoqdan Xorazmlik ustalarimiz ham kelishdi, bular oldini qilishadi. Shu ustalarimizni mana bu barakali xizmat qilgan qo'qonlik ustalarimizni Alloh umrlarini uzoq, tan jonlarini salomat, rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Alloh subhanahu va taolo Xorazmdan kelganlarni ham tanini sog' qilsin, sog' rushdi, hidoyatda qilsin, o'ylagan maqsad murodlarga yetkazsin. Va'da bergan va'dalarni ustidan chiqsin. Alloh taolo mana bu hasharga Jaloyir mahallasidan kelganlarni, bu Qumariqdan chiqqan hammalarni Allohim umrlarini uzoq, tan jonlarini salomat qilib, rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Endi mana bu shanba kuni endi ustalar ikkinchi qavat boshlanadi, juda katta g'ish kuch kerak. Shuning uchun ko'proq odam kelsin. Shanba kuni Qumariq 1 savatchi mahalla, ko'proq bo'lib kelinglar. Ikkinchi qavatga g'ish tortiladi, o'shaning uchun ko'p odam kerak. Yakshanba kuni ikkinchi Qumariq bilan Jaloyir, yana ko'proq bo'lib kelinglar. Shu 2 kun hasharga chiqsanglar, g'ishlarni hammasini tepaga chiqazishib berish kerak. Agar mabodo men Jaloyirdan emas, Qumariqdan emas, men Sergeli yo Palavoydanman desangiz ham kelavering. Savobini topaverasiz. Qaysi kun bo'lsa yo'q demaymiz. Amin. Alloh taolo sharti maqsad murodlarimizga yetkazsin. Eshitgan masalalarga amal qilmoqni Alloh nasib etsin.